Dugoningni to'yida kelin dugona bo'lsang nimalar bo'ladi? Makiyajim oqib ketyapti. Sen bugun uni ham salonchisi, makiyajchisi va xizmatkor cho'risi bo'lasan. Kuyov kelyapti. Hayajonlanmayman. Yo'q, o'ng tomonda turaman, chap tomonidami? Qatingga kelib turib, o'sha yerda turaverasan. Hech nimani bilmasang ham bir amallab kelinni olib yurishing kerak. Siz yaxshilab qarab turing. Birinchi marta kelin bo'lishida hech nimani bilmaydi. Opa, men hech narsani bilmayman. Yaxshi tomoni fotosessiyaga ketayotganda seni birinchilardan bo'lib oldiga o'tkazib ketishadi. Sizlarni kim olib ketadi? To'yi boshidan oxirigacha mana shu jin urgur kelin qo'ynini sudrab yurasan. To'yxonada qornim og'rib qolsa nima qilaman? Hali to'y payti chiqib ketgan bitta ham kelinni ko'rmadim. Demak, hamma bir xil ish qiladim. Kamiga kelinni hamma sendan so'raydi. Kelin qani? Qizim qani? Kelin, kuyov bir-biri bilan ovora. Mana bitta kuyovning o'rtoqlari kelin dugonalarini o'rash bilan ovora. Zebo dugonam qani? Kelin yo'qolsa ham unchalik vohma qilishmaydi, lekin sen yo'qolsang hamma qidiradi. Sen bo'lsa to'yini o'rganib ketgansan. Zebo qayerda yuribsan? To'yinaga bo'lajak chaqaloqinglar uchun kolyaska olishga keldim. Voy, shart masida qimmat bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa emas. Uni Uzum marketda eng arzon narx kafolati bilan buyurtma qildim. Rostdan boshqa onlayn do'konlarga qaraganda ancha arzonroq. Eng maza joyi to'yxonaga borganda dugoningni istalgan pulga sotasan. 1 million bo'ladimi? O'zi bunga bu ham ko'p, lekin menga pul kerak, shuning uchun 5 million berasizlar. Ya ishing oching ishingni. Pul sochishayotganda ko'zingga pulli shunaqa olovdek ko'rinadi. Qani edi yotib olib hamma pulni terib olsam, Eng qizig'i, hamma ovqatlayotganda sen kulib turishing kerak ekan. Hamma o'ynayotganda endi turib o'ynayman desang, O'rtoq ketma, bitta o'zim qo'rqaman. to'y tugadi, hamma baxtli, lekin sen dugoningdan butun umrga ayrilding. Poq!